Mo'g'ullar turkmi? Umuman olganda, mo'g'ullarni turk deb atash mumkinmi? Siz Dervish Not sahifasidasiz va biz tarix sari yo'l olyapmiz. Professor Ahmad Tashag'ilning ta'kidlashicha, mo'g'ullarni turklar deb aytish juda mushkul. Ammo ularni turklar emas deb aytish ham oson emas. Mo'g'ullar turklarga qarindosh qabila hisoblanadi. Professorning shaxsiy fikricha, qadimgi davrlarda mo'g'ullar va turklar bir urug'dan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Biroq vaqt o'tishi bilan mo'g'ullar o'z yo'llarini tutib, ularning madaniyatlari o'zgarib bordi. Turklar esa g'arbga siljib, o'z madaniyatlarini o'zgartirdilar. Chingizxon davrida va undan keyin esa mo'g'ullarning qisqa vaqt ichida islomni qabul qilgani ularning qisman turkiylashishiga sabab bo'ldi. Bunday qarindoshlik haqiqatdan ham mavjud. Qadimgi turkiy tilda ba'zan qaysi so'z mo'g'ulcha, qaysi so'z turkiycha ekanini ajratish qiyin bo'ladi. Men 11-asrgacha turkiy va mo'g'ul tillarini farqlash juda qiyin bo'lgan degan fikrdaman, deydi professor Ahmad Tashag'il. Ammo hozirgi mo'g'ul tili umuman boshqacha. Unda Tibet, Manjur va Xitoy tillaridan o'zlashtirilgan so'zlar nihoyatda ko'p. Ya'ni mo'g'ul tili ham o'zgarishlarga uchragan. Masalan, bizning turkiy, o'zbek tilimizda arabcha va forscha so'zlar ko'p bo'lganidek, mo'g'ul tiliga ham manjurcha, xitoycha, tibetcha va buddaviy atamalar kirib kelgan. Mo'g'ullar o'zlari istiqomat qilayotgan hududda ham qator o'zgarishlarga uchragan. Tarixning boshqa unutilgan sahifalariga sayohat qilishni istasangiz, Dervish Not sahifasiga obuna bo'ling.